Burulerdamiz o'lgiyman maaş eshiklarimi yaptılagi. Dım zor. Bunu xalasanız depip görüp, olup görüp işletişlerinizden. Kattarak kursam, hayır olmadı. Komentarlarda yazıp ketingler. En köp like yığgan komentariya pazar keba, ofiste kutman pazar kesa. 20 günün içinde eşitlerini onlatıp veremezdim ben uzakı. 15-20 günün içinde onlatıp. Hemen nerse şunun içinde mut. Kurs. Eşik gelip onlatıladı insan. Assalamu aleyküm. Hoş gelipsiz burulere. Assalamu aleyküm bizni Rise Group internet tarmoqlari orqali kuzatib o'tirgan qadrli podpischilar, sog'misiz, omonmisiz, kayfiyatli, yaxshimi? Endi video boshidan bir uzr so'rab o'tjekman. Sal yomon ayoz o'tadi deganda, sal gripp bo'lib qoldik. Ayoz o'tdi, shuning uchun sal astaroq so'lab turibman. Kayfiyatli, yaxshimi? Tutgan rozalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Barchangizga roza-i Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bugun yana burulerdamiz. Kompaniyamiz tomonidan qo'yilgan eshiklarni, ustanovka jarayonlarini, qilib turgan xizmatlarni ko'rsatish uchun sizlarga keldik. Shuning uchun video boshlashdan oldin ustanovka jarayonlarini ko'rsatishdan oldin sizlarga bir kichkina iltimosimiz bor. Kanalimiz hali toza, endi 400 ni o'tdik, xudo xolasa. Rivojlanish uchun like, podpiska bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Like, podpiska bossangiz o'zlaringizni baxtiyor his etamiz. Qilgan mehnatlarimizga bizlar ham xursand bo'lamiz sizlarga yoqqanman. Demak, ekran oldini yaxshilab o'rnashib qolamiz va biza o'z kontentlarimizni, videolarimizni, ustanovka jarayonlarini boshlaymiz. Ketdik, burulerdamiz. Burullarda yine toza xonadon ekan, toza uy hazır. Neoklasik uslubunda o'zi uyning ichine görsangiz hazır fasadlar ham, düzülüşler ham, ya'ni interyerlar ham neoklasik uslubunda qurilib turibdi. Görüp bahasını beraberasizlar. Demek gittik. Videomuz başlayamiz. Assalomu aleyküm. Yusufboy, sog'liklar. Kayfiyatlar yaxshimi? Nastroyeniya nechik? İşler bo'lib turibmi? Qadrli podpischilar, ko'rib turganlaringizdek, Jemchuk svetindagi, neoklasik uslubundagi eshikka keldik beri. 4 eshik. 4 tane eşikimizni burulerdagi xonadonimizga o'rnatib beramiz. Eshiklarimizni o'zingiz ko'rib, sifatini, bahosini berishlaringiz mumkin. Doğrusunu aytadigan bo'lsam, haqiqiy, chin yot odamning fikrini aytadigan bo'lsam, yot odam bo'lib qaraydigan bo'lsam, o'lgiyman maaş eshiklarimi yaptılagi. Dim zo'r. Men xudo xolasa men bir uy olsam, inshaalloh toza uy olsam, ish stilda beraman men ham. Bir danasini aylanaman. Zalniki aynalı bo'ladi, kanalları ishini stil bo'ladi. Madem yakti ishi narsa. Roverda o'ylab o'tilgan. Endi ko'plab kommentariyalarda yozibdilar. Eshiklar haqida ma'lumot bering, eshiklar qanday ishlangan, ishlatilgan. Endi men demam eshikchi bo'lgandan keyin baribir ham ozgina men o'zim ega ma'lumotlarni berib o'taman, yaqinroq kelsangizlar. Bu eshikimiz neoklasik uslubunda, o'zi neoklasik uslubunda da ham patologlar ham o'zi uyni düzülüşleri, interyerini ko'rsatib qo'yishingiz mumkin, ergashbek. Neoklasik uslubundagi beli Jemchuk svetindagi Krashinli MDF 08lik, 1lik MDF'lardan ishlatilgan eshiklarni akkalib bera o'rnatiladi. Bu eshiklarni bir narsani ham aytib qo'yacakman. Eshik tanlagan vaqtda обязательно eshikni qalinligini e'tibor qilish kerak. Bizning eshiklarimiz yana jahon standartlarına to'liq javob berganligi sababli qalinligi 4,5 4,6 sm chiqadi. Buni xalasangiz depib görüp, olup görüp ishlatishlaringiz. Kattaroq kursam, hayır olmadı. Urib ham ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Kraskasini ham aytib qo'yacakman. Kraskasi ham Turkiyaning Genç brendi, Genç kompaniyasining kraskalaridan foydalanadi. Bu kraska asosiy o'zi mashinalarga ishlatiladigan kraska, o'tda, suvga chidamli kraska hisoblanadi. Ya yaqinroq kelib ko'rsatib, o'z obzordan bemalol ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin. Demak, bu xonadona 4 tane eshik qo'yib berganmiz. 4 tane eshik, hamma eshikni aytib qo'yaman, hamma eshikni daborlari bilan, обязательно daborlari, iynali eshiklarini ko'rib bahosini berishlaringiz mumkin.
Eshiklar bergan vaqtida o'zi ustanovka jarayonlaridan chiqishlardan mashina yuklab ikkala qilgan vaqtida обязательно paketlar o'raladi. Paketlar o'ralmasa bo'lmaydi, chunki kirchilib natib qo'ymasligi uchun mijozni xonadonini sifatli hech yerda shikast yetmay yetib kelishi kerak. Endi yo'lda izda har xil voqea bo'ladi. Shuning uchun oldini olish maqsadida koronasi hamma narsasi обязательно, albatta, обязательно o'zbekchasi nima? Albatta paketlar o'rlab sifatli yetiriladi. Yana ko'rib turganlaringizdek, menimcha bu eshikimiz 2 metr bo'lsa kerak, ha, Ergash? 2 metr, 2.10 yo 2. Yani yarım masafa deyimiz bunu da erkeler açılan eshik, ben tarafı yine ben tarafı duradu, ben tarafı şirketleri açılıp girip az böyle eshik tayar emas, bu ustanovka jarayonlari bo'lib turibdi. Başta tayar bo'lgan eshikni ko'rsatishimiz mumkin. Ne, Yusufboy bu nerniki bu? Bendeki aşkaraniki. Gelinglar. Öz oyunu düzülüşlerini ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Zo'r, qo'shayib ekan. Mana yoqda ham zo'r. Eshiklar umidlashyapti tush. Bera. Mana. Bu eshikimizni xudo xolasa 2 nal eshniki bilan ruchkalarni qo'ysak, почти tayyor, ha? Deyarli tayyor bo'lyapti. Hali bu yerda syomkalarni davom ettirganimizcha eshiklar ham bitib qoladi. Polnislarga eshikning bitgan versiyasini ham ko'rsatib o'tamiz. Yusufboy intervyu bersang xalaqit qarinmanmi ya? Xalaqit berib qo'yaman. Savollarim bor edi sana. Qachon uylanjaksan degan. Uyni ko'rishlaringiz mumkin. Uy ixcham, zo'r, akkuratnik stilda qurilgan. Fasadlar ham boshqacha tanlangan. Kuxnisini keng olibdilar. Kuxnisida ham ovqatlanib, ham yeb ichib, bemalol ужин, завтрак, obedlar ham shu kuxnidan ishlari mumkin ekan. Yana dekorativniy panellari, dekorativniy panellari, televizor qo'yib, berani uголокlarına makka qo'yibdilar. Çay içib, keyf etib. Ovqat bu yerda pishadi. Kağıdın bir yana o'tadi. Yeb ichib, gazab o'tiradilar. Bu yana kuxni bani. Banisini. Bani ham qo'shayapti, ey. Afel basıptılar bellere. Görüp turganlarını ile Sapsan'ın özlerimizni konuşumuz Sapsan'dan gelip tuttu. Ataçento'lar, Vadavisyonki hem mevzeleri. Sapsancılar bilseydiler bilersiniz, sen reklam ettik. Ha? Bilen bilmeyeyim bilen. Sen ne da boyluyorsun? Bilmeydiler. Biledi, acı bu an biledi. Bax tərəfə ham göstərib qoyacağam. Bax tərəfə bu getgan bargan uzun ekanligi bilan tərəf. Ağdarı verib, ərikləri, ərik, şəptalı, yine quruşa, həmmə meyvə var ekan, kepədib, yaşıdan xanadan bu ləzzət. Gəp yox. Əvvəlki eşiklər oxşuydu. Taxtadan bana. Yine şöyle yine. Az demir eşik koyulgan-ku. Ergash. Demir eşik koyulgan-ku. İnşi eşikni ondan bizden MDF eşiklerini koysa bo'ladimi? Bo'lmaydi. İşara az yine inşi eşikni görüp tursa yine kurupni ko'rsatishingiz ham mumkin. Shuni ondan bizden eşik tursan chiqar aşağıda. Shuni kommentariyada yozib ketinglar. Eng ko'p like yig'gan kommentariya podarka bor. Ofisda ko'pman podarkasi. Ramazonda zo'r tuhfa bo'ladi. Demak, qadrli podpischilar, hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek burunlardagi xonadonimizdan ish avjida penalarni urib, hazina koronalarini taqib, yonboshini nal eshiklarni qistirib tutdilar. Rise Group kompaniyasida qulay jihatlaridan biri shundaki, ya'ni Xorazmda o'zlarimiz shu showroom yonboshiga kelsangizlar, zavod ishlab chiqarib turgan. Qarayotgan qadar ishlab chiqarib turibmiz. Eshigingiz bitmasdan ham kelib, inaqa eshigingiz boshlanib ko'rib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib bahosini berib, kamchiligi bo'lsa aytib,
birgalikda maslahatli holda eshiklarni o'rnatilgani ba'zi o'zingizga ma'lum. O'zlarimiz Xorazmda ishlab chiqaribmiz, aytadi-ku, Eldingdan akkam sonu qadri yo'q. Shuning uchun qadrli bo'lsin, kelinglar bizlarga murojaat qilinglar, ishlarni qo'yib bersak xursand bo'lamiz. Sizlar ham xursand bo'lasizlar. Chunki zamon talablariga to'liq javob beraman eshiklar. Bundan ortiq bo'lmaydi. Bir narsani aytib qo'yacakman do'stlar. Bizning kompaniyaning ham qulaylik jihati shundaki, eshiklaringiz 15-20 kunning ichida borib uyingizga o'rnatiladi. 20 kunning ichida. 20 kunning ichida eshiklarni o'rnatib beraman, uzoqi 15-20 kunning ichida o'rnatib beriladi. Qolaversa, eshiklarni nalishnik, qarang, yaqin-yaqin kelib ko'rsak. Kompaniyamizdan nalishniki, koronasi, ruchka, ustanovka, ekkalish, opparish, ekkitish, biraga o'lchab ketish, hamma narsa shuning ichida mut kvadratini pul to'laysiz. Kurs. Eshik ekkalib o'rnatiladi uyingizga. Mana Yusufboy, bellarni qattiq so'llayam sababi nima bilasanmi? Sana savol ber. Nechun shuni qattiq so'lladim? Bo'lmasa o'zi intervyuni aslan so'lab beradim-ku. Shuni qattiq so'ladim, nechun? Instagram analojini qo'yamiz. Demak, qadrli do'stlar, kuzatib turganlaringizning deyarli bu eshiklarimizdan aytganimizdan tayyor bo'lib bo'ldi. 99% xudo xolasa. Kam-ko'stlarni bir-bir görüştirib chiqadilar. Raskem ustiga görüp chiqadilar, chunki sapiladi. Narx-navo to'g'risida ko'pchilik so'raydi. Narx-navoni aytib o'tchakmiz. Narx-navoga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kompaniyamiz showroomlarida tashrif buyursangizlar yoki telefon nomerlariga telefon qilsangizlar, call centerlarimizni ursangizlar, bolalarimiz, mutaxassislarimiz bilan bog'lanib, narx-navolar to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berib o'tadilar. Demak, ekran oldidan uzoqlashmaysizlar. Obzor sizlarni kutib turibdi. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi kontentlarda, keyingi videolarda internet tarmoqlari orqali sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling deymiz. Like, podpiska bosish, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Ilohim hamisha xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar, bayramlar bo'lsin. Yaxshilikda, sog'lik, omonlikda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Görüşemiz.